sen bor-ku, xom kallani o'zsan. Nozim. Hozir sizga dorilar yozib beraman. Bechora qizini davolatgani shaharga olib ketdi. Lekin rais Nur Muhammad akani maqtab o'tir. Albatta keladilar. Men sizga telefonda tushuntirib aytdim-ku. Aldayapsiz. Oyim ham meni tashlab ketganlarmi? Salom, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Привет. Nima? Может, я погуляю? Что? Ну, я погуляю. Ага. Я буду недалеко. Давай. Я здесь. Uzoqqa ketib qolmay. Обязательно, хорошо. Yaxshimisan, Sanam? Ha. Boya 3 qadam tashladim. Ye. Yaxshi-ku. Sen kuchli qizsan. Albatta yurib ketasan. Xudo xolasa. Sanam. Esingdami? Nima? Qishloqdagi bolalar bilan soy bo'yiga cho'milishga kelardik. Bir marta esingdami? Shu kichkinagina soyda cho'kay degansan. Ha, esimda. O'shanda siz meni qutqargandingiz. Ha, Sanam, bir pasda shuncha yil o'tibdi. Bizlar o'zgarib ketganmiz. Soy esa o'sha. Balki siz o'zgargandirsiz. Lekin men hali ham o'shaman. Sanam. Men yo'qligimda nimalar bo'ldi? O'sha eski qishloq hayoti. Xuddi yillar emas. Bir necha soat o'tganday. Sanam, senga har kuni sovchilar kelyapti deb eshitdim. Kimga ham keragim bor? Ota-onamdan boshqa. Nahotki shuncha yil yolg'izsan, Sanam. O'zingizdan gapiring. Shaharliklar chiroylidir-a? Nechta bolali bo'ldingiz? Men uylanganim yo'q. Shaharda menga mos keladigani topilmadi. Nahotki sizday yigitga-ya? Men faqatgina ayamayotgan qiz uylanaman. Mayli. Men boray. Oyoqlarim biroz toliqdi. Marina. Men o'zim boraman Marinaning oldiga. Xo'p, mayli. Siz
Nima bo'lyapti o'zi? Ixlos aka. Hammasi yaxshimi? Ixlos aka. Ixlos aka. Keldi-yu, Hofiz. Ixlos aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ixlos aka, assalomu alaykum. Akajon, yordamingiz kerak. Shoshma, o'tir. Aka, hop, o'tiraman. Iltimos. Akajon, Shoshma, o'tir, ukam. Amirna ich. ichmayman. Yo, Sen ichmasang men ichaman. Qo'y. bo'ldi aka. Hop, men qo'yaman. Hop. Sizni hurmat qilamiz aka. Aka, oling. Iltimos. Iltimos, akajon. Nima iltimos? Gapiraver, maqsadga o't. Undan kerak akajon. Iltimos. Iltimos. Bilaman senga nima kerakligini. Akajon. Puling bormi? Bor. Hozir. Mana, akajonim. Ey! Ha, bo'ldi. Akajon, faqat shu pulim bor. Bo'lmayapti. Shoshma. Shoshma. Hech kim yo'q. Iltimos. Bitta o'zing keldingmi ish qilib? Bukam emasmi? Puling ham ko'p emas edi, ukam. Pulingga yarashasini olding. Rahmat, bo'ldi. Hop. Dada, Doktor qarang. dadajon. Nima bo'lyapti? Dada. 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 Hozir. Dadajon. Dada. Xudoyim. Bolajonim. Dada. Dorilarni berib turibmiz-ku. Dadajon. Nimaga ismas chiqadi? Dada. Hozir tushiramiz. Nimaga ismas Xavotir olmang. Dada. Dadajon. Har kuni dori Bo'ldi, beryapsiz-ku. opa, siz xavotir olmang. Bolajonim, Dada. nimaga Hozir ismas chiqadi? dori beramiz, issig'i tushadi. Dadajon. Вот такие вот дела. Da. Marina, А? agar yo'q demasang, shu qizni uyiga kirib chiqsak. А, вот в этот дом? Да. Да, конечно. Пойдем. Подожди сейчас. Shirin? Assalomu alaykum. Va alaykum Salom opa, assalom. yaxshimisiz? Yaxshi, bormisan o'zi? Здравствуйте. Здравствуйте. Oying uydami? Ha, biroz mazalari yo'q edi. Yotuvdilar. Biron nima bo'ldimi? Tinchlikmi? Yo'q, yaxshilar. Chiqmay qo'yding oldimga. Ha, oyim meni uzatmoqchilar. Ha, Shunga ozgina kayfiyatim yo'q. Yuring, uyga kiring, gaplashamiz. xo'p. Yuring. Marina, А? kiramizmi? А, сюда? Да, Yuringlar. конечно. Xo'p. Пойдем. Qani Qani ketdik. Ага. Осторожно. Сейчас. Ага. Осторожно. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Bormisan? Bor, opajon. Ko'rinmay qolding. Uy ishlari bilan ko'chaga ham chiqmayapman. Oldin tezlik chiqib turarding. Shunga hayron bo'lib o'zimiz ko'rgani chiqdik. Yaxshi qilibsiz, opajon. Спасибо. А чем ты занимаешься? Ничем. А, ясно. Yaxshimisan, ha? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchaymanmi men? Mayli, yaxshi ekansan. Chiqmaganingga bir xabar olaylikchi deb chiquvdik-da. Mayli, bora qolaylik. Oyim O'tirsangiz bo'lardi. Yo'q, rahmat. Marina, А? Что, pошли? пойдем? Да, домой. Хорошо. Mayli, Ну chiqib turing. ладно, до свидания. Hop, yaxshi. Hozir boraman. Assalomu alaykum. Uzr opajon, kechga qoldim. Bu yer sizni qishlog'ingiz emas. Xohlagan paytda kelib, xohlagan paytda ketishingizga. Yo'q, opajon, tushuning, iltimos, uzr.
Qizimni mazasi bo'lmay qoldi. Isitmasi chiqib qoldi. Shuning uchun bo'lmasam har kuni vaqtida kelib, vaqtida ketyapman. Hozir hammasini tayyorlab qo'yaman. Bu yog'i endi sizni muammoingiz. Tezroq yo'laklarni tozalang. 1 soat kech kelganingiz uchun 1 soat kech ketasiz. Boring tez. Xo'p bo'ladi. Tezroq bo'ling. Xo'p bo'ladi. Voy, assalomu Yaxshimisan alaykum. qizim? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Olovida uydami? Akam hali kelmagandilar. Qachon Yo'lda dadam keladi? nozilariga ham kiraman degandilar. Tinchlikmi? Nozimdan hali ham darak yo'q. Shunga xavotirlanib kelgan edim. Qayoqqa ketgandilar? Kim biladi? Yana o'sha choyxonaga borib olib ichyaptimi? Xudo biladi, mayli qizim. To'xtang, men ham siz bilan birga boraman. Xo'p. Jamilaxon, Ha, labbay. Assalomu alaykum. Jamila, ertaga tungi navbatchilikda qolasiz. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Bu yerda hamma navbatchilik qiladi. Siz ham qilasiz. Lekin opa, Lekin kecha- pekini yo'q. Siz kecha ham qolgandim-ku. qilasiz. Siz gapga tushunmaysiz shekilli. Yo'q, opajon. Men haligi Ertaga navbatchilikda qolmasangiz, ishdan bo'shaysiz. Tushuntira oldimmi? Xo'p, opajon. Xo'p. Hey, ko'zingni och. Och. Ke, yordam ber. Oyi, uzr, sal ko'payib ketdi. Ey, ko'paymay o'lsin. Ko'paymay. Onangni kuydirding-ku. Farida kena, yig'lamang, mahkamroq ishlang. Go'zal, sen Ey, o'ylamagin Xudoyim, qiyos ey. ekan deb. Tur. Tur, yordamlashvar o'zing. Tur. Ichmayul. Ichmayul. Sen meni yer bilan yakson qilding. Tur o'rningdan. Olovuddin, shunga Talatni o'zimiz uylantirsak-chi? Dadasi Tohir uni baribir o'ylamaydi. Nima deysan? Shu bahorada sen ham bir qiziqib qolasanmi uylanishga deyapman-da. Otajon, bilasiz-ku, men opam turmushga chiqmasdan turib uylana olmayman. Lekin Talatni o'ylab yaxshi qilibsiz. Uylantirsak zo'r ish bo'lardi. Ko'z ostiga olib qo'ygani bormi uni? Bor, otajon. Ko'z ostiga olib qo'ygani bor. Unda Olovuddin o'g'lim ertaga sen ham mahallaga kelgin. Xo'p. Shu Talat masalasini bir maslahat qilib gaplashamiz. Mayli otajon, xo'p. Rais boshchiligida. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Shunday qilamiz. Boramiz, xo'p. Yaxshi. Lekin yaxshi o'ylabsiz otajon. Sen ham harakating qilgin endi. Oyijon! voy mana asal qizim. Yaxshi bo'lib qopsan-a? Hali ham uxlamadingmi? Yo'q, sizni kutdim. Topalanchi. Jonim qizim meni. Qara, men senga nimalar olib keldim? Axir bu yerda kitobku. Bugun senga xohlagan ertagingni o'qib beraman. Qanaqa ertaga o'qib beray? Malika haqidagisini o'qib bering. Voy mana asal qizim. Mana Malikam. Xo'p qizim. Malikalar haqida o'qib beraman. Oyijon, bugun bir amaki hamma bolalarga meva berdi. Rostdanmi? Ha. Menga ham berdi. Zo'r-ku?
Yemadingmi? Yo'q, sizni kutdim. Voy bolajonim mana. Oyijon, bugun shu amakini qizi bugun shu shifoxonadan chiqayotgan ekan. Yaxshi-ku. Men shifoxonadan chiqqunimcha meni ham dadam olib ketadilarmi? Qizim, agar ishxonadan ruxsat berishsa, albatta keladilar. Albatta keladilar. Men dadamni juda ham sog'indim. Qizim mana. Senga men hozir ajoyib ertak o'qib beraman, xo'p? Xo'p. Asadil aka, bilasizmi? Sizga ajoyib yangiligim bor. Qanaqa yangilik ekan? Aytsam, ishonmaysiz. Ayta qol endi, ichimni qizdirmasdan. Yaxshi, aytaman. Bilasizmi? Avvaliga o'zim ham ishonganim yo'q, lekin kecha shifokorga uchrashdim. Shifokorga? Nega? Nima bo'ldi senga? Sog'lig'ing yaxshimi? Qizishmang, yaxshi hammasi. Xudo xolasa, suyunchini kattasini tayyorlab qo'yavering. Ixlos, bilib qo'y. Sen hammani aldasang ham meni alda olmaysan. Ya. Nima demoqchisan bu gaping bilan? Shuncha qilib yurgan gunohlarimiz yetar. Barchasini ko'rib, bilib turibman. Bizga uy-joy bergan fermerni hurmati bo'lmasa ham, yegan non tuzimizni hurmat qil. Ozgina Xudodan qo'rq. Sen menga aql o'rgatyapsanmi? Yoki sen qishloqqa kelib vijdoning uyg'onib qoldimi? Senga eslatib qo'yay. Biz tanlagan yo'lni boshi gulzor, oxiri esa o'zing bilasan-a? Menga qara. Sen ham, men ham qishloqdan chiqqanmiz. Esingdan chiqarma buni. Keyin yana bir gap. Boshi gulzor ekan deb hamma gulzorga ham kirib ketaverma. Har qanday gulzorni o'z bog'boni bo'ladi. Bo'pti. Sen maktabda falsafadan dars bersang bo'lar ekan. Men ozgina ishlarim bor. Keta qolay. Ixlos. Ixlos. Assalomu alaykum mehmon. Ya, va alaykum assalom. Qalay, yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi yuribsizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Mehmon, qayergadir shoshyapsizmi? Shu desiz, shaharda zarur ishlarim bor. Shaharga deysizmi? Ha, shaharga. Tinchlikmidi? Bilasizmi mehmon, bir narsa iltimos qilsam maylimi? Xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, bemalol. Shu ayolim shaharga ketayotganda, malol kelmasa birga olib ketsiz degandim. Mayli, olib ketamiz. Qayerga olib borish kerak? Shaharga ishga. Bo'lmasa, kelin kutib qolmasini darvozani ochib yuborasiz. Xo'p, xo'p.
olaman. Harakat qilaman. Qo'limdan keladi.
Oyi, dada, aka, opam yuryaptilar. Opa? Ha? Tushdingmi? Voy. Voy. Voy bolam. Oy, onajonim. Opa, Nima bo'ldi? o'rnlaridan turdimi? Ota, opam yuryapti. Yuryaptimi? Qani menga ber. Menga ber. Qizim jonim yuradi. Sekin. Qizim jonim. Onajon, Sekin qizim. Qadam bos. Sekinroq. Qadamingni bos, qizim, qadamingni bos. Voy opajonim. Oldindan turishdi. Onajon, ko'rdingizmi? Onajonim. Yur qizim, yur. Qizim. Ehtiyot bo'l, ehtiyot bo'l. Xudoga shukr. O'zingga shukr. Ehtiyot bo'ling. Sekin. O'zingga shukr. Sekin qizim, sekin. Sekin, yur. Opam yuryaptilar. Sekin qizim, ha. Qizim jonim. Charchadim. Ehtiyot bo'ling. Araba hisob kelsinmi? Ha, bolam. Yana 2 qadam. Qizim. Yana 2 qadam. Yana 2 qadam. Bolam. Bolajonim. Qizim o'tirsin, ozgina dam olsin. Charchadi. O'tir qizim. Tez. Bolam. O'tirasanmi? O'tir qizim. Faqat sekinroq. Sekin. Onajon, ko'rdingizmi? Xudoga shukr. Это просто чудо. Xudoga shukr. Oyoqlar eshar o'zim o'rgilay. Oğlum. O'zingga shukr. O'zingga shukr. O'zingga shukr. Og'rimadimi? Onajon, ko'rdingizmi? Opam Albatta yurdilar. oğlum. Opang yuradi. Aytuvdim-ku. Qo'limdan keldi. Kelin. Iya, mehmon, sizmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldinglarmi? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. O'tiring, olib borib qo'yaman. Yo'q. Men o'zim ketaman. Hozir mashina kelib qoladi. Keling, o'tira qoling endi. Shaharga ketayotgandim. Uni ustiga Asadilla aka iltimos qildilar. Ular iltimos qildilarmi? Iltimos qildilar. Unday bo'lsa, mayli. Go'zal. Judayam go'zal. Tushunmadim. Nimadir deganday bo'ldingizmi? Qishlog'ingizni aytaman-da. Judayam go'zal. Judayam go'zal. Nimasini aytasiz? Ayniqsa salqin havosini judayam yaxshi ko'raman. Ha, shunday tabiat go'zalligini qo'y qo'zilar toptab tashlayapti. To'g'risini aytsam, nima haqida gapirganingizni umuman tushunganim yo'q. Aytaman-da. Gap yo'g'ida gap. Assalomu alaykum dada. Yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. O'zlari yaxshi dam oldilarmi? Rahmat. Menga qara.
u mahallada meni ustimdan sen shikoyat qilib yuribsanmi? Yo'q, dada. Nimaga shikoyat qilaman? Menga qara. Agar meni boqishga qiynalayotgan bo'lsang, yuzimga ayt. Men o'zim eplayman. Dada, men hech qayerga shikoyat qilmadim. Sen ham onangga o'xshagansan. Dada, iltimos, o'lgan odamni tinch qo'ying. Har doim shu gapingizni ha deb qaytaraverasizmi? Axir, nima axir? Nima axir? Rahmatli onangni o'limida meni ayblayapsanmi? hech kimning o'limiga kimdir sababchi bo'lmaydi. Katta bo'lib, aqllari ko'payib ketdimi deyman, ha? Yoki men ko'p ichganimga aqlim pasayib ketdimi ekan, ha? Ha? Har holda sen shunaqa o'ylayapsan. Sen shunaqa o'ylayapsan. Dadajon, meni bu dunyoda sizdan boshqa hech kimim yo'q, unutmang. Nima bo'lganda ham siz mening dadamsiz. Menga sizdan ulug' inson yo'q. Sizdan ulug' inson yo'q degan o'g'lim. Nega unda? Maktabda 1-sinfga chiqqaningda meni, rahmatli onangni, o'zingni rasming chizgan esingdami? Ha, esingdami? esimda, dada. O'shanda, o'sha rasmda meni qo'llarimni chizmagansan. Nega? Sizni esingizdami o'sha kunlar, dada? Sizni qo'llaringizni chizmaganligimning sababi oddiy. Onamga qo'l ko'tarmang, urmang deb qo'llaringizni chizmaganman. Bilaman. Lekin biror marta onangni shu qo'llarim bilan urganimni ko'zing bilan ko'rganmisan? Yo'q, ko'rmaganman. Lekin onam meni quchoqlab tonggacha yig'lab chiqardi. Sababi siz urgansiz deb bilardim. Sababi oddiy o'g'lim. Yo'qchilik bo'lgan. Qo'lim kaltalik qildi. Onang og'ir dardga chalinganida. Menda esa onangni davolatishga mablag' bo'lmadi. Endi bildingmi? Endi bildingmi nega aytishimni-yu? Rahmatli onangdan keyin uylanmaganim sababini ham bildingmi o'g'lim? Sen buni qayerdan ham bilarding? Dada. Meni kechiring, dada. Kuncha uxlaydi bu bola. Ha, Talat. Qandaysan, yaxshimisan? Yaxshi. Namuncha kech qolmasan? Vahima qilmagin. Senga ikkita yangiligim bor. Yangilik? Ha, yangilik. Qanaqa yangilik? G'ofur toshkentga ketdimi? Yo'q. Birinchisi, men opam oyoqqa turyaptilar. Yuryaptilar. Yo'q-e, rostdanmi? Shunday do'stim. Zo'rku, do'stim. Ha, xudo xolasa endi yurib ketadilar. Bugun ularni shifokorga olib bordim. Shuning uchun ozgina kech qoldim, do'stim. Tabriklayman, do'stim. Rahmat. Xo'sh, ikkinchi yangilik? Ikkinchisimi? Ikkinchisi seni uylantiramiz. Ha? Seni uylantiramiz, do'stim. Nima? Ha. Meni uylantirasan? Seni uylantiramiz. Bo'pti, do'konni ochaylik, ketdik. Alo'dan? Oh. Bilsak bo'ladimi? Kim ekan u? Bu yoqqa kelgan gaplashamiz.
Ey! Nodira! Qayerdasan? Hozir. Ha, dadasi. Men tushlikka qaytib kelaman. Yaxshi ovqat qilib o'tiringlar. Hozir shoshyapman. Xo'p. Dadasi, bugun bozorlik qilish kerak edi-da. Ana o'g'lingga, takasaltanga. Bozorlik qilib kelsin. U maktabga tayyorgarlik ko'rgani ketdi. Abba, menga qara. Agar kelsa aytgin, dadang aytdi degin. Bozorlik qo'yarkansan degin. Keyin ana tomorqani ham yaxshilab chop qo'ysin. Keyin undan keyin ana mollarning tagini ham tozalab qo'ysin. Voy voy. Ha, o'g'limiz shuncha ishni qanaqa qiladi, dadasi? Erkak bo'lgandan keyin qiladi-da. Ertaga uylantiraman deb turgan bo'lsang. Bu takasaltang qanaqa qilib oila boqadi? Mayli. Mayli. Bu yog'ini o'zim amallarman. Shuncha qatnaganiga yarasha bir qoyillatib ashula aytsa ham mayli edi-ya. Ma, men shoshyapman. Mayli. Mayli, yaxshi borib keling. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Bu erkaklarga tekkan kasal. Biriga aytsang, ikkinchisiga buyuradi. Ha, mayli. Mayli. Ah, xudoyim. Yo'q, men umuman tushunmadim. Qanaqa qilib 20 million 20 million pulni shunda olib berib yuborarmishlar. Ey! Yo'q. Ezib yubording. Ha, nima? Namcha chaynalding? Ha, jahlingiz chiqyaptimi? A? Yaqinda ukangiz ish boshlayman deb 10 million pul oldilarmi? Pulini qanchada? Bir haftada qaytarish kerakmidi? Qanaqa? 1 yildan beri bir so'mini ko'rganim yo'q. Butun singillaringizni hamma muammolarni hal qilamiz, to'ylarni qilib berdik. Endi so'ramasdan, indamasdan 20 million pul olib ketdingiz-a? Odam podammas ekansiz. Nega tushunmaysan? Men bu pullarni otam kasal bo'lgani uchun berdim. Bo'lmasa sendan so'ramasdan biror marta pul olganmanmi? Pul ishlatganmanmi? Men bu pullarni topish uchun dunyoni narigi chetiga borib, peshona terim bilan qancha qiynalib topishimni bilasizmi o'zi? Tasavvur qilasizmi? Sizga shunda olib, bunda olar ekansiz, berib yuborar ekansiz. Xo'pmi? Osonlikcha bo'layotgani yo'q. Bu uy-joylar, bu mashinalar, bu kiyim-kechaklar. Xo'p, shoshma. To'g'ri tushun. Men bu pullarni bekorga bermadim. Dadam og'ir kasal bo'lgani uchun berdim. Bo'lmasa bermasdim sendan so'roqsiz. Og'ir kasal bo'ladilar-da. 80 dan oshgandan keyin hamma og'ir kasal bo'ladi. Bu yog'i endi to'y hisoblanadi. O'chir ovozingni. Otam yuzga kirsa ham, u meni otam, eshitdingmi? Og'zingga qarab gapir. Bo'lmasa hozir tilingni kesib olaman. Menga qo'l ko'tarmoqchi bo'ldingizmi? Otangiz bo'lsa ham menga hech qachon qo'l ko'tarmang, tushundingizmi? Menga qarang. Bir yo'qolib qo'ying meni uyimdan. Qani, lash-lushlaringizni yig'ishtiring-da, jo'nang. O'ylab gapir. Yo'qoling. Ketaman. Xavotiraman. Seni deb gulday oilamni, farishtaday xotinimni tashlab ketdim-a. Sen iflosni deb. Qani edi bunga arzisang. Afsus. Ming afsus. Keting. Yo'qoling. Meni pulimga kelgan kiyimlarni ham tashlab keting. Seni harom pullaringga kelgan hech narsang kerak emas.
Seni o'zing virussan. Nima deb baqiryapsan? Eshitib qoladi hamma. Ha, jonim. Menga 2 kun muhlat bering. Ish tanlamasligingiz ko'rinib turibdi. Oying ko'rinmaydi. Oyim yaxshi, endi kelib qolsalar kerak. Endi keladilarmi oying? Oyimni hech kim xafa qilmasinlar. Shaharga alohida kirib kelinglar. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Rostini aytsam, uyalyapman. Chunki oldinlari hech ham bunaqa kiyim kiymaganman. Unda ishlamang. Nega unaqa deyapsiz?